Yo bolalar hammaga salom sizlar bilan. Men Xardimir Samuray, Amirchik va yana Shamsiddin bor betda obrachilar. Bolalar, qarang, bugungi videomizda biza 3-qismi, ya'ni o'sha o'yinimizning 3-qismi biza armiya qurib turib, o'zimizni davlatimizni kuchaytirib turib, eng zo'r mana shu zdaniyalarni hamma binolarni egallab olishimiz kerak. Bolalar, videomiz boshlanmas oldin like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bolalar. Har doimgidek har bitta videoda 5 ta randomli bolani Durzamiga qo'shaman. Albatta, eng omadli 5 ta bolani faqat sizlar ham shunga qo'shilmoqchi bo'lsa, Durzamiga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, albatta shartlar juda ham oddiy. Videoga like bosasizlar, kanalimizga obuna bo'lasizlar, kommentariyaga obuna bo'ldim va like bosdim, yozib qo'yasizlar, xolos bo'ldi bolalar. Bolalar, hozir men randomni 5 ta omadli obunachimga durust tashlayman bolalar. Shartlarni sizga tushuntirib o'taman. Videoga shunchaki like bosasizlar, har doimgidek kanallarni barchasiga obuna bo'lasizlar va kommentariyaga obuna bo'ldim va like bosdim deb nicklarni yozib qoldirasizlar. Qani Amirchik ayting, dirashasiz nickim Muzoniyati. Men Amirchik o'zim tashlayman, durust Muzoniyat. To'xtanglar, bu yozmagan-ku. Obuna, like bosdim yozmagan. Obuna bo'lib like bosdim, shukrulloh. Shukrulloh durustga qo'shamiz bolalar. Birinchi omadli obunachimiz. Aka like va obuna bo'ldim. Qani nickingiz yozmagan, siz nickingiz yozsangiz durustga qo'shaman. Obuna bo'ldim, like bosdim. Aziz Daler deb durustga qo'shamiz. Ikkinchi omadli obunachimiz. Aziz Dalerni ham qo'shdik. Aka, men obunachimni like bosdim. Mana full RP bilan durustga qo'shamiz. Full RP, qani full RP, mana full RP durustga qo'shdik bolalar. Obuna bo'ldim, like bosdim. Eldor Aurani durustga qo'shamiz. Eldor Aura 4-omadli obunachimiz bolalar. Aka, obuna bo'ldim, like bosdim. Rizoni ham durustga qo'shamiz bolalar. Mana Rizoni ham 5-omadli obunachimiz. Yana bitta obunachini qo'shamiz. Obuna bo'ldim. Mana bolani ham durustga qo'shamiz bolalar. Bo'pti, yana bitta bolalar. Obuna bo'ldim, like bosdim. Nickimi bu endi? Obuna bo'ldim, like bosdim. Roma aka fanati. Mana Roma aka fanatini ham qo'shamiz bolalar. Mana 7-mi, 6-obunachimiz mana bolalar. 5 ta emas, bundan ham ko'proq qo'shib qo'ydim bolalar. Sizlar ham xuddi o'zingizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, videoga like bosib kanalimizga obuna bo'linglar bolalar. Imanlar qayerga ketyapti? Qayerga? Короче, men kim bizani egallamoqchi bizani zonamizni. Albatta urush bo'lib ketyapti oxirlar. O'rta glavniy zona kimni egallayapti? O'rta glavniyni Amerika egallayapti. Amirchik, tegma men zonalarimga yirtaman seni. Ko't. Men qarang, Amirchik qilayotgan ishini. Men hujum qilmoqchi. Nima qilyapti? Jirtaman seni hozir. Armiyamni olib kelaman shu yerga. Bolalar, davay armiyam meni. Kuchli armiyam qaranglar. Demak, bizani hamma narsamiz qurib bo'libdi o'zi. Yaxshi binolarimiz, bizda bank bor va skyscraper degan narsa binolar bor. Bolalar, bizda juda ham katta qurganmiz, workshoplar, yana bankimiz ham bor bizani bolalar, bizga soq qolib turadigan. Demak, hamma narsamiz bor. Hozir biz bayga o'tamiz va davlatimizga yangi firmalarni olib kelishimiz kerak. Bitta nimalar bor? Demak, bittan biza hozircha eshitma sotib olmaymiz bolalar. Nimaga desanglar, bizga hozir pul bunga sarflab emas. Kim mana bilan allians qilmoqchi? Bo'ldi, bu biznikmi kim? Hamma bilan allians tuzamiz. Qani kim bizga qo'shilar ekan? Amirchik, qo'shil alliansimizga. Jo'natdim. Bilmadim, короче. Hozir biz nima factoryga kiramiz. Factory nimaligini bilasizlar bolalar? Factory degani zavod degani, zavod qurishimiz kerak. Oltin konidan osanmi ekan? Oltin konni quramiz yoki bank qurganimiz yaxshiroqmi bolalar? Actual gold from the ground, smart people, smarter profits. $5 million ga ma'nosi bo'lar ekan. Research labs degani bu osmondagi sayyoralarni topadigan, ya'ni o'zga sayyoralar bilan biza muomala qilishimiz mumkin. Mana bu yerda esa specialdan workshoplarni olamiz oldin. Specialdan workshoplarni olamiz. Keyin biza military, ya'ni biza tank base olishimiz mumkin. Tank. Keyin yana single hangarda nima chiqar ekan? Bitta tanklar chiqadimi? Raketa chiqar ekan, ekstra yana bir nimalar chiqar ekan. Keyin hangar bor ekan, yana tank base bor ekan. Mana raketa missile hangar deb qo'ygan ekan. Men uy quraman, dom qursak ham bo'ladi. Skyscraperga ozgacha pul bo'lsa, skyscraper quraveramiz biz yangini. Reach for the sky. Demak, factorydan hozir ko'p narsa olishimiz kerak. Biz lekin 180 million sement zavod olamiz. Keyin yana bu nima edi? Kon zavod deb. Iron degani kumushmidi? Wood plant, bu taxta zavod bu. Demak, militarida yana kuchaytirishimiz kerak. Health base bor ekan. Bo'ldi, hozircha pullarimizni qo'yib qo'yamiz, pullarimizga kerak. Demak, narsamizni kuchaytiramiz. Bu yerda konlarni qurishimiz kerak. Bu yerlarga konni bu yerga o'rnatamiz. Keyin workshoplarni mana bu joylarga o'rnatamiz. Bu yerda uylar bo'ladi, workshoplar. Tank base'imiz esa mana bu joyga armiyalarimiz yonga.
Avtoselda olib qo'yganman. Sen yoqolmaysan-ku. Ha, to'xtab tur. Bizda tanklarimizni qayerga qo'ysak bo'ladi? To'xtanglar bolalar, mana ikkala zavodda betdan olishimiz kerak. Betga tank zavodni joylashtiramiz. Keyin betga hozir to'xtab tur. Buni qurdik. Mana bu zonani ochishimiz kerak-da. Mana. Bu yerga konlarni qo'yamiz. Yaxshi. Betga ham keyin betga ham. Betga sement zavod joylashtiramiz. Mana. Bitta sement zavod. Zo'r bo'ldi, hammasini joylashtirdik. Bu yerda tank zavod qurilyapti. Deymi. Shopda nima bor? Shopda bizga yig', bilat, mana unda zo'r narsalar bor. Lekin u qimmat ekan. 39 Robux. 39 Robuximiz yo'q-da bizani. Mas vertolyot zonam bor, vertolyot. Mana hammasi himoyalayapti mana bu yerda. Biz o'rtani egallab olamizmi desam, yo'q, o'rtani egallab olmas ekan. Bizda hatta ikkita samolyot, vertolyot bor, 3 ta ekan. Bu yerda nechta? Daxuya vertolyot, vertolyot bor ekan. Xabar, Shveysariya egallabdi bolalar. Biz mana bu yerda egallab olamizmi? Mana shu yerda egallaymiz, deylik. Davay. Hujumga! Let's go. Hujumga. Mana Charlie. Egallaymiz, Charlie'ni bazasini egallaymiz. Qoch! Charlie menga hujum qilyapti. Chekmaymiz mana hechqisi. Portlashga borib ketdi. Charlie сразу bo'lib qoldi. Voy, bilat, Charlie'ni zonasini qaranglar bolalar. 3 ta bank bor ekan bu yerda. Research lab bor ekan. Yana nimalar bor bunda? Voy, bilat, unda вообще dahshat narsa. Raketa bor ekan mana bunaqa. Yo'q, bilat, men zonam ishlamasa ekan uniki yonimda. Egallolmalikmi shunda? Yo'q, egallolmalik bolalar. Necha chiqsa berdi. Mana bu yerda aniq qo'yamiz. Ama Charlie bilan allians tuzgandimmi bolalar? Charlie menga egallamoqchi endi. Ali tuzaylik. Bular bizga hujumga kelyapti bolalar. Tez qilmanglar. Afsuski bizga hujumga keldi. Biz ko'proq armiyamizni ko'tarishimiz kerak ekanda. Armiyamizni ko'tarishimiz uchun bizga tank base kerak. Keyin yana qanaqa bitta boshqa narsa qilmaydi. Unda raketa bor ekanda, unda missile launcher. Factory line ko'tarishimiz kerak ekan, factory. Wood plant, cement plant bor, gold cave olsa ham bo'ladi, lekin pulimiz yetmaydi. Bankka pul kerak bizga, bankka. Bular egallab oldi menikini. Avech hujum qil menikiga, mana shu yerga hujum qil. Ko't egallab oldi menikini. Mana bu yerimda ham egallamoqchi. Voy bile, mana bu yerimda egallamoqchi. Tank bazamizni kuchaytiramiz, tank bazamizni ko'paytiramiz. Qani. 2 minutdan keyin stop kelar ekan. 2 minut kutishimiz kerak. Demak, pulimiz 380 ming dollar. Yana $0 deb. Egallamaslik kerak bizga, egallamaslik kerak vallah. Buni hamma armiyasi bu yerda-da. Kut bilan Charlie. Hujum qilamiz, buni armiyasi kuchlidir ekan. Mana bu yer ham Charlie'dek ekan, bolalar. Ketdik, mana shu yerga hujum qilamiz. Davay. Hujumga otlanamiz, hujumga. Hamma joy ishlayapti. Charlie nima qilyapti bu? Kut yana nima olmoqchi? Bizga oltin koni kerak. Al stok kelsin, yana biz zavodlarni quramiz. Workshop bor ekan bu yerda. Workshop oldik. Yaxshi, workshopga ham qo'yamiz. Ishchilar kerak-da bizga, ko'proq ishchilar. Hozircha 5 ta ishchi ishlayapti. Military 22 ta men militarim bor. Civilians mana 74 ta. Factoryga kirib, biza ko'proq 3 farm, windmill. 300 kalik chiqdi. Hujumdan. Militarydanmi? Yo'q. Special force mana chiqmadi. Oldim. 35 sekunddan keyin chiqadi. Mayli. Majlarni ko'paytiramiz bolalar. Firmamizni kattalashtirishimiz kerak. Ishchilar ishlaydi, davay. Tank zavodimiz hali qurilib bitmadi. Manikilar nima qilyapti bu yerda, manikilar? Turkiya hujum qilishyapti manikilar. Egallaylar qaytarib, mana shu yerda egallaylar qaytarib. O'zimiz o'nam bu. Demak. Mas skyscraperlar orqa-orqa qursammi yoki? Nima? Hozir. Uy, bilat, helipad. Helipaddan bitta olamiz.
tank base'dan bitta olamiz. Oy 600 kalik mana missilah angar chiqdi menga. Specialdan workshop bitta. Factory'dan nimalar bor bizda? Factory'dan. Demak, military'ni kuchaytiramiz, bolalar. Military'dan tank zavod oldik. Vertolyotlar olamiz. Keyin mana bu yerdan esa karot farmdan 4 ta olamiz. Library bizga kerak emas. O'ylarik food plant Iron Cave bor bizda. Iron Cave'dan olamiz. Keyin wood plantdan olamiz. Keyin o'ylarikdan bitta olamiz. Zo'r bolalar. Yo'q, ajoyib bo'ldi. Hammasini o'rnatishimiz kerak. Tank base'larimiz hammasini mana bu yerga joylashtiramiz. Tank base'larimiz expand qilishimiz kerak. Mana bu joyda ochamiz. Hamma tank base'larimizni joylashtiramiz bu yerga. Hamma tank base. Mana bu ikkalasini bu yerda olib tashlasammikin yoki bilan chiroyli qilib joylashtirib qo'yish kerak-da bolalar. Karot farmlarini mana bu yerga qo'yamiz. Bu yerga esa tank base mana bu joyga joylashtiramiz. Bitta narsa bor ekan. Helipadni yaqinroqqa qo'yish kerak edi. Bitta qayerga qo'ysak bo'ladi. Mana shu yerga qo'yamiz, buni olib turamiz. Helipadni esa mana bu joyga joylashtiramiz. Workshop bitta workshop olganmiz. Workshopni ham joyiga joylashtiramiz. O'ylarik diqqatga. O'ylarik zavodlar sal orqaroqqa bo'lsin. Zavodlar mana bu joyga. Wood plant bu yerga. Yana bitta wood plant bor. Bu yerga. Yana bitta wood plant bor bu yerga. Wood plant bor, shu ko'p ekan-ku menda. Iron Cave. Buni esa bu yerga joylashtiramiz. Zo'r. Demak, hamma narsamiz qurilishi kerak. No civilians bolalar, ishchilar yo'q bizda. Skyscraperlar qurishimiz kerak. Ishchilar olib kelishimiz kerak bolalar. Demak, modern blockdan ikkita olamiz. Apartment building. More workers, less space. Mana shundan bitta olamiz. Domlar tez qurishimiz kerak domlar. Hoppa, buni betga. Domlar o'zi avtomatik quriladi. Buni ham betga. Yaxshi, bizda civilian ishchilar paydo bo'lish boshlaydi hozir. Bular qurilib bo'lgandan keyin bu yerlar ham qurilishi kerak. Bizda qurilish ishlari juda ham ko'p ketdi. Mana yerda nima qilayotgan edim? Qurilyapti, zo'r. Ishchilar hozircha yo'q. Men egallayapman ko'zimiz o'ramni. Gap yo'q bolalar. Вообще zo'r. Mana bu yerda egallay olamizmi? Davay, mana shu yerda egallaymiz. Davay. Bilmadim ularga. Davay bolalar egallaymiz. Davay bolalar pul egallaymiz. Deyarli egalladik. O'rta bizaniki. Zo'r bolalar. O'rtani egallab oldik. O'rta bizaniki. Yo'q, bizga pul 30%, 20% addition civilians. Ishchilar ham qo'shimcha berar ekan. Pulni ham zo'r beradi bolalar. Pulni ham. Soqqani ham dahshat beradi. Zo'r bolalar. Sentrni egallab oldik. Sentr bizaniki bolalar, sentr. Ishchilarimiz ham ajoyib. Ishchilar 93 ta o'kiz, 90 tadan 93 ta dash. Bular ishlayapti zo'r. Agar ishimiz to'xtab qoladi, mana o'rtani egallab olsa, lekin egallab olmasliklar uchun men harakat qilaman bolalar. Qo'limdan kelgancha armiyalarni qurib tashlash kerak, armiyalarni. Charlie nima qilyapti? 44 sekunddan keyin yana stok ketadi. Stokka pul yig'ishimiz kerak. Pulimiz vobshe ko'payishini qaranglar bolalar, zo'r. Charlie sentrda egallab olganimizni ko'rmasdan oldin biz harakat qilishimiz kerak. Sentr bizardiki bolalar, sentrni egallab olganmiz. Zo'r. Demak, mana bu yerda tank zavodlar qurilyapti. Hamma ishlar joyidami bolalar? Hamma ishlar joyida ekan. Resursda nimalar bor bizda shunda? Resursda biz civilians, qo'shimcha ishchilarni olib kelsak bo'ladi, lekin bizga 5 million pul kerak. 5 milliard area 51 da ochishimiz uchun bigger create more farm capacity. Final market price increase by 2%. Voy bir nimalar bir. Healthy drop bir nimalar. Yo'q, pullarimizni olib qo'yishimiz kerak, hozir bizga anov keladi. Ketdi-ku. Modern blockni ikkita olamiz. Ajoyib. Military kerak bizga. Tank base olamiz albatta. Tank base. Keyin workshop olganmiz. Housedan nima yana? Mana bunaqa apartment bor $7000 ga. Lekin bizga normal narsa kiymabdimi? Sement zavod ketdi. Sement zavodda olsak bo'ladi bemalol. Keyin bunaqa zavod. Demak, military kuchaytirishimiz kerak bo'ldi. Pullar yig'amiz bu yog'iga. Ochishimiz kerak bo'lgan zonalar bor. 75 ga mana zonani ochib qo'yamiz. Demak, sement zavod betga. Sement zavodni ham betga quramiz. Tank base'ni mana orqasiga quramiz. Mana bu yerga dom qurib yuboraymi? Yo'q, domlar mana bu yerga quramiz bolalar. Mana. Yana bitta dom. Yana keyin apartment. Buni bu yerga quramiz. Zo'r. Ketma-ket faqat domlar qurilyapti. Ishchilar ishlaydi, bilasizlar o'zingizlar. Afshi qurilishlar ko'p bo'lyapti bizda bolalar, shuning uchun ishchilar juda ham kam. O'zi ishchilar juda ham kam bo'lganiga yana hamma hamda. Qurilishlar ham juda ham ko'p.
Center lekin bizaniki borlar. Centerda biz egallab olganmiz. Demak, counterga o'tamiz. Nimalar bor bu yerda yana? Demak, bular o'zi qurilish kerak. Bular ketma-ket quriladi. Hozir qaysi qo'yam? Boshqasi qurilyapti hozir. Mana ular qurilyapti. 1 minutdan keyin tank zavod, yangi tank zavod. Militarimizga yangi tanklar qo'shiladi bola. 3 ta tank, 2 ta tank. Mana bu yerda keyin vertolyotlar yangi. Zo'r ketyapti. Hammasini taxlab chiroyli qilib qo'yishimiz kerak. O'zi aslida bolalar. Masalan, mana bu kellasini olib turib, bularni chiroyli qilib joylashtirib qo'yishimiz kerak. Bu yerga masalan, buni mana bu yerga masalan, yaxshi ishlanglar bolalar, dars ishlanglar. Nima? Factory. Carrot farm qo'shamiz. Sana zonangda egallab oldi. Avichni zonasini egallab oldi Charlie bolalar. Muqbil, men centerga egallab olganman, tupoy o'rtani. Charlie o'rtaga hujum qilyapti. Amir sana o'rtaga hujum qil. Yo'q, sen Charlie. Charliega hujum qil, Amir. Sanikilarmi? Menikiga tegmasa bo'ldi, qarach. Egallab olding, o'zingga qaytarib. Voy, bля. Men sanikini egallab olayim. Menikini egallab olibdi-ku bu ko'l. O'ziniki ekan bu. Bu o'ziniki ekan. Day biz Charlie centerini egallab olamiz. Davay, ketdi. Men Charlie'nikini egallab olaman, to'xta. Men Charlie'nikiga egallab. Sen o'sha yerga Charlie'ni o'zingiga hujum qilsan, o'zingiga, o'zingini himoyala, o'zingini. Men Charlie'nikini egallab olaman. Bo'l. Ko'rmayapti bu. Biz egallab oldik buni. Yaxshi, buni men egallab oldim. Bo'ldi, buni men egallab oldim. Buni men egallab. İşçiler yok şimdi. Ishchilar men kam. 65 tane işçi var. Charlie'nikini egallab oldim mana. Charlie'ning ikkalasini ham egallab oldim. Charlie endi o'zinikini egallab olguncha men centerda qo'llaman ko'proq vaqt. Davay bolalar. Charlie'nikini egallaymiz. Zo'r bo'ldi. Charlie'nikini ham egallab oldik. Bo'ldi, bu yerda ham egalladik. Oy. Sana zoningga raketa tashlab oldi Charlie. Bo'ldi, centerga qaytamiz, center himoyalaymiz. Oy, Charlie keldi, bo'ldi, Charlie. O'zini zonalari egallangani ko'rib qoldi. Ma o'zinikini egallamoqchi endi, o'ziniga egallamoqchi, bo'ldi. O'zinikini egallamoqchi. Bo'ldi, bular hujum qilamiz. Bay, urushamiz Charlie bilan, urushamiz. Doy bo'ldi, Charlie bilan urushamiz. Ketdi. Ikkala tarafdan Charlie'ni yirtyapmizda bo'ldi. 6 sekunddan yangi stok keladi. Doy bo'ldi, hujum Charlie'ga, hujum. Restock. Oltin zavod, military kerak bizga ko'proq, military tank zavod. Hangar bor ekan. Skyscape problem yoki factory. Factory yaxshiroq bo'ldi, factory olamiz. Tank base, tank zavod joylashtiramiz. Charlie bilan zo'r hujum ketyapti, urushyapmiz bolalar Charlie bilan. Charlie menga egallamoqchi bolalar. Himoya qilamiz. Menga egallamoqchi. Bormi? Da, kiki mana shunga hujum qil, menga hujum qil. Do'st bo'lamiz. Do'st bo'lsam. Ikkalamiz do'st bo'lamiz. Men tashladim senga. Xudoxto olsun. Hujum qil menga. Egallamoqchi. Men ikkalasini ham egallamoqchi. Keyin yuboraman o'zim tanklarimni. Da endi meni kelar. Da hujum. Da armiyani ko'ryapsizlarmi bolalar? Tanklarimni. Davay. Demak, bizga gold oltin zavod. Oltin konini o'qisa bo'ladi. Ana sen bilan alliance qildik. Hujum qil Charlie'ga. O'zimkini egallab olay. Ha, 5 funt qoldi, 5 funt. Shuncha qurish ketyapti bola, shuncha qurish qachon qurish tugaydi? O'zimiz uni ham olib egallab olishim kerak. Voy, raketa tashadi bu kod. Baş Charlie zonası yok. Bize center himoyala, center manda hozir Charlie. Han davay, centerga hujum. O'zimiz zonani egallab olamiz qaytarib. Amirchik bilan birga dedi. Davay. Alliance qilganmiz Amirchik bilan birga. Navola oz qulli bo'ladi 1 minutdan keyin yaxshi. Maykalar hujum qilyapti. Oy, bilaman ikkita anonsi pizdiz ekan bor-ku. Himoyala mana bu yerda hech qayerga ketmaydi. Centerda hech kim egallamasa bo'ldi. Charlie baş kuchli ekanda,
Qayerga ketdi? Ha, sanakimi? Davay. Lekin sanaki, seni armen kuchsiz-ku. Armen kuchi. Uy, bule, sen tashladingmi raketani? Hech kim portlamadi-ku.